Qachongacha tugaydi bunaqa ishlar, ha? Ha, tinchlikmi, nima bo'ldi yana? Zo'r taklif bor. Uy sotamiz. Akangizlarni bari farzandi yo'q. Chiqib ketsin ana kvartiraga. Akam bilan gaplashaman. Bugun ham gaplashaman akam. Opajon, 10 yildan beri farzandinglar yo'q. Tug'mas ekansiz. Shartta ajrashib ketmaysizmi? Voy, bu nima deganingiz? Xudoni aytgani bo'ladi. Asl aka, meni javobimni bering. 10 yildan beri farzandimiz ham yo'q. Men bu uyda ortiqchalik qilyapman. Nima deganing bu? Men seni farzandsiz ham yaxshi ko'raman. Bilib turibman. Bu uyda nima bo'layotganini. Ozgina sabr qilib turgin. Bu uydan olib chiqib ketaman seni. Men o'zim eskicha qamasam, iloyim akang bilan go'shaga yelading. Farzandsiz o'tlaring, uyni sotib chiqib ketdilar. Aka, menga qarang. Bu suv aka pul turadi, pul. Rahmat akamlarga to'lamaysiz aka. Hamma narsani men to'layman. Sen katta o'g'ilsan aka. Chiqib ketding shu uydan. Ukajon, urushmanglar. Yaqinda chiqib ketamiz. Ozgina kutib turing. Boy ishini qilgin. O'zi hammasi sayilda olsan o'zi.